Dasturxon solasiz mehmonga, kamchilik bo'lsa urishasiz, uydagini, ko'chadagini, qo'shnini, o'zingizni qarzga bo'lsa ham solasiz. O'zingizga o'xshagan mehmonga shuncha hurmat qilasiz. Xudoni mehmoni kelyapti. Sizga foyda. Bizga foyda, hammamizga foyda. O'ziman to'ldir yaxshilikni olib kelyapti. Xatm Qur'on kelyapti. Tarovih kelyapti. Laylatul Qadr kelyapti. Saharlik qilinglar, baraka bor. Saharlik kelyapti. Iftorlik bor. Valis-soimi da'vatullah turad. Ro'zador amin desa duosi ijobat deyapti. Ro'za tutgan odamning duosi qaytarilmaydi. Ya Alloh, duo o'zing ber mana bu narsani desa beradi. To's shu narsani desa to'sadi. Bunda ishonch, iymon bo'lishi kerak odamda. Iymon bilan, ishonch bilan duo qiladigan bo'lsa, lis-soimi farhatan. Ertaga qiyomatga borganda ro'zador odam xursand bo'ladi deyapti. Nimadan xursand bo'ladi? Farhatun inda iftarihi. Dunyoda iftorga yetib olganidan xursand. Qiyomatda ro'zadorlar degan joyda turgandan xursand bo'ladi. Shuni hammasi Ramazon oyining ichida bo'ladi, hurmatli jamoat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zan oyatlari keldi. Alloh aytdi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ayting ey Muhammad alayhisalom, bandalar men haqimda so'rasa ayting, men bularga juda yaqinman. Ujibu da'vatad da'i idza da'an. Duo qilsa duosini ijobat qilaman deydi. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'zadorning duosi qaytarilmaydi deydi.